Hurmatli ustozlar, hurmatli talabalar, bugun biz siz bilan rejalashtirish va tarbiyalashtirish hujjatlari fanidan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kun tartibini to'g'ri tashkil etishda tarbiyachilik yo'li mavzusida amaliy mashg'ulotimizni boshlaymiz. Biz guruhlar kesimida kun tartibi bo'yicha olib boriladigan faoliyatlarni boshlanish, bu bolalarning nafas boshlashi yoki keyin tekst qilib olish yoki dumaloq holatda jismoniy mashg'ulot qismlari bilan jismoniy mashg'ulot qismlarida bolalarni beradilar va gigiyena qoidalariga rioya qiladilar. Gradusgacha bo'lishi kerak. Xona doim nazorat ostida bo'lishi kerak. Xonada doim tarbiyachi yoki tarbiyachi ijodiy rivojlanish sohamiz nutq til dunyoni badiiy tashkil etish sohasida hisoblanadi. Ikkinchi ularni boshimizga Bolani tanasini tekshiramiz. Unda mayda toshmalar bo'lishi mumkin. Navbatchi tarbiyachi yordamchisiga stol va stollarni to'g'rilashda yordam beradi. bolalar nafasini rostlab, sekinlashishadi. Keyin o'sha tarbiyachi 5-7 daqiqa davom etadi. Tarbiyachi bolalarni mayin ohangda uyg'otadi. Shundan so'ng bolalar ta'limiy faoliyatga o'tiladi, ya'ni kelajak soati so'ngida beva va pishloq tuxum bo'lishadi va kasbga qiziqar ekishimiz, ularni sug'orishimiz va har xil toshlarni terishimiz kiradi. Keyingisi ixtiyoriy o'yin. qobiliyatlarni rivojlantirish, estetik didni shakllantirishga katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Agar xonada tashkil qiladigan bo'lsak, xonadagi gullarni parvarish qilish. Fan va tabiat markazi asosan maktabgacha ta'lim tashkil. keyingi faoliyatimiz Keyingi faoliyatimiz Qur'on almash. Bolalarga applikatsiya jarayonlarini o'tkazadi, rasmlar chizishni, tabriknoma maktabgacha ta'lim vazirligi qismidagi sayt faoliyatimiz edi. Ana endi biz bu yerdan so'ng qayerga yo'l olamiz? Yana guruhga tushlik faoliyati. tashkilotlarida kunduzgi uyqu jarayonini bolalarning aqliy va Tushish, qop-to'p otish. bunlar bolalarning sog'ligini yanada kunma-kun takrorlamasligi kerak. Tushlikni tashkil etish tartibi bolalar avval qo'llatib bo'lib, bunda maktab ish ta'lim tashkilotida tarbiyachi tomonidan hamma bolalarga bir xil u darajada issiq bo'lmagan vaqtga to'g'ri keladi. Saydan maqsad kuzangan keyin kuzatish, sayrni masalan ijodiy Shunadan tarbiya hamda bola rivojlanish sohasi tashkilotlarida tarbiyachining bir kunlik faoliyati, ya'ni mana shu faoliyat davrida bola bilan olib boradigan turli xil jarayonlar, faoliyatlarni to'g'ri tashkil etish yo'llari haqida gaplashib o'tdik. Ya'ni bu orqali biz bolani ertalabki qabulda